Qalbi go'zallarim, bugun sizlar bilan shunaqa yumshoq mazali chiqadigan medovый tayyorlashni o'rganamiz. Birinchi qiladigan ishimiz gazga qo'yadigan idishga sariyog', shakar, asalni solib kovlab turamiz. Yaxshilab ervagach chayni soda solamiz va yana aralashtirib turamiz. Medovimiz rangi chiroyli bo'lib chiqishi aynan shu etapiga bog'liq. Shunaqa to'q rang karamelniy svet bo'lganda gazdan olamiz. So'ng chaqib tayyorlab qo'ygan tuxumlarimizni solib, yaxshilab aralashtirib, elangan unimizni ham solib xamir qilib olamiz. Xamirimiz issiqligi sabab shunaqa suyroq bo'ladi. Qo'lga yopishadigan holatda ustiga kontakt paket yopib, xolodilnikga yoki muzday joyga qo'yib qo'yamiz. Yaxshilab qotib olgandan so'ng zo'raligiga bo'lib olamiz va har bittasini list razmerida yoyib pishirib olamiz. Endi tuxumsiz tayyorlanadigan diplomat krem tayyorlashni o'rganamiz. Quruq massalarimizga ozgina sut solib, aralashtirib olamiz, kamochkalarni ketkizib. So'ng massamizni qolgan sutimizga solib, gazga qo'yib kovlab turamiz. Quyilgach, gazdan olib sariyog' solamiz va yaxshilab erigandan so'ng ustini kontakt paket qilib yopib qo'yamiz. Alohida idishda qaymog'imizni yengil ko'pik qilib ko'pirtirib olamiz. Yaxshilab sovigan zavarnoli massamizga ko'pirtirilgan qaymog'imizni solib, lopata yordamida aralashtirib olamiz. Tayyor bo'lgan kremimizni go'shtlarimizga surib, ketma-ketlikda medovimizni kremlab olamiz. Ustiga kroshkalarni sepib, bir kunga xolodilnikga qo'yib olamiz. Bir kundan keyin xohishga qarab chetlarini shunaqa chiroyli qilib kesib bezatsanglar ham bo'ladi. Retsept yoqqan bo'lsa, ketkazgan vaqtingizga rozi bo'linglar, duo qilib qo'ysanglar xursand bo'laman.